Feyz bilan sizni deb. Rostdan men rahmat deyman, sizni sevaman, o'qilaman. Men ketsiz qolmaydimi? Necha yilga tanishing bular? Yarim yilmi? Yarim yildan ortiq. Ha, voy bila, endi yarim yilmi? Xo'p qilamiz. Jonim asalim deb o'tiramiz. Bir ertaga qarabsizki, sohibakani ko'tiga tepkansiz, onasini deydi. Sohibakani bajarasini ko'ramiz. Bijir qo'yib yubormayman endi mayli. Fikircha dumalog'idan qo'yib qo'yamiz. Biladi. Rahmon Paparoza. Kim bu? Al-Madani. Uruyninga ham qo'tag'im. Qo'ydi qo'ltig'i. Nima deyapsan, gandon? Al-Madani deb ismini amigaski. Qo'yavering, siz onasi birortasiga qo'shib bergandirsizdan. O'shanda paydo bo'lib qolgan bu, bilib qolgan endi siz ko'tardi. Bular 100 gram hali siltaganda tushib qolganda bular. Hozir ketib yog'ishaveradi. O'sha ko'proq qo'shish kerak edi, yarim qolib ketgan ichida. Iloji bo'lmaganda birov kelib qo'yganda shashilgandanda siltaverganman. Tezroq bo'laring degan durustda. O'zi hayratdek bizni sikyapti deb. Yiban odamlar bor-da, miyasini zikishib qolganda. Ha, paparoza bo'lib sizni otangizda qolganmidingiz? Ha, Rahmon paparoza qo'shmaganda men paydo bo'lib asmidim, onamni shuncha eskib qo'ydi deb. Ta'zimlar qilaver endi. Al-Madani menga. Oyog'im o'psa ham mayli, sas ketdi oyoq. Qizga senga hurmatim yo'q. Beknazar Mamatqulov. Aka siz aralashmay turing-da.